18. bab. Bu işlardan keyin Pavlos Afina şəhərindən Korn şəhəriga bordi. Pavlos u yerda Pontus o'lkasi tug'ilgan Akvila ismli bir Yahudi bilan uning ayoli Priskelani uchratdi. Ular Rimlik Klavdius podshoning butun Yahudilarning Rim shahridan chiqib ketish to'g'risidagi buyrug'i sabablik yaqinda Italiyadan kelgan edi. Pavlos ular bilan ko'rishib, ularning yanida qilib ishladi. Chunki burundan chetir yasash bilan turmush kechirdigan Pavlos ular bilan kasbdosh chiqib qoldi. Yahudilarning har bir dam ilish kunida Pavlos ibodatxonaga berib, Yahudilar va Greklar bilan so'zlashib, ularni o'z ta'limining rost ekanligiga qoyil qilishga tirishadi. Silas bilan Timoti Makedoniyadan kelgandan keyin Pavlos barliq vaqtini Xudoning xush xabarini yetkazishga sarf qilib, Yahudilarga Hazreti Aysoning qutqizguchi Masih ekanligiga guvohlik berdi. Lekin ular uningga qarshi chiqdi va uni haqoratladi. Buning bilan Pavlos peshini qiqib ularga: "Agar sizlar qutqizilmasanglar, men javobgar emas, o'zinglar javobgar. Bugundan boshlab men xush xabarni sizlarga emas, Yahudi emaslarga yetkazaman" dedi. Bunun bilan Pavlos ulardan ayrılıb Titius Justus ismlik bir kişinin öygü berib turdi. O Yahudi bo'lmasa-mu, Yahudi dinini yaxlaydigan odam bo'lib, uning uyi ibodatxonaning yendi edi. İbadətxanının məsulü Krispus bütün ailəsidagilar bilan Rabbimiz Aysoga itiqad qildi. Yana nurg'un Yahudi emas Korintliklarmi Pavlosning so'zlarini anglab, Hazreti Aysoga itiqad qilishga başladı va cho'mildirishni qabul qildi. Bir kecha Pavlosga bir g'oyibona alomat ko'rindi. Bu alomatda Rabbimiz Ayso uningga: "Qo'rqma, sukut qilmay so'zla. Men sen bilan billa. Sana hech kim ziyonkashlik qilolmaydi. Chunki bu shaharda nurg'un kishilarim bor" dedi. Shuning bilan Pavlos u yerda 1,5 yil turib, u yerdagi kishilarga Xudoning so'zlarini yetkazdi. Galiyo Yunan o'lkasining valisi bo'lgan vaqtida Yahudilar birlashib Pavlosni tutib sotqa opirib, uning ustidan "Bu odam kishilarni qonunga xilof holda Xudoga ibodat qilishga quturatdi" deb shikoyat qildi. Pavlos so'z boshlay deb turishiga vali Galiyo ularga: "Ey Yahudilar, agar sizlarning shikoyatinglar bir nohaqlik yoki biror ig'ir jinoyat to'g'risida bo'lsa-di, albatta sabrchanlik bilan sizlarga quloq solishimga to'g'ri keladi. Biroq talash tortishinglar diniy qonunlardagi ba'zi ismlar va so'zlar to'g'risida ekan. Uni o'zinglar hal qilinglar. Men bunda kichik ishlarni so'roq qilmayman" dedi. Buning bilan ular sotdan haydab chiqarildi. Xaloyiq Yahudi ibodatxonasining mas'uli Sostenisni tortib chiqib, so'roqxonaning oldida qattiq urdi. Biroq vali Galiyo bu ishga qilcha pisand qilmadi. Pavlos Korint shahrida e'tiqodchilar bilan yana bir mazgil turdi. Keyin ular bilan qo'shilishib, Priskila va Akvilalar bilan kemaga o'ltirib, Suriya o'lkasiga ketdi. Yo'lga chiqishdan ilgari u dengiz bo'yidagi Kenheriya shahrida shoshirini kastiribdi. Chunki u Xudoga bir qasam qilgan edi. Ular Efes shahriga borgandan keyin Pavlos, Priskila va Akvila bilan qo'shlashdi. U ketishdan burun ibodatxonaga berib, Yahudilar bilan Hazreti Ayso haqida suhbatlashdi. Ular uni bir necha kun uzunroq turishga taklif qildi. Lekin Pavlos qo'shilmadi. Pavlos u yerdan ayrilish vaqtida ularga: "Xudo buyursa, sizlarning yeninglarga yana kelaman" dedi. Ondan Efesdan kema bilan yo'lga chiqdi. Pavlos Qaysariya shahrida kemadan tushib, Yerusalimga bordi. U yerdagi e'tiqodchilar bilan ko'rishgandan keyin Antakiya shahriga ketdi.
U Antakiyada e'tiqodchilar bilan xeli ko'p vaqt turib, yana yo'lga chiqdi va Galatiya va Frigiya rayonlarini aralab, Bağallı yerida e'tiqodchilarning e'tiqodini kuchaytdi. Bu arada İskenderiya shahrida tug'ilgan Apollos ismli bir Yahudi Efes shahriga keldi. Uning so'z qobiliyati ustun bo'lib, muqaddas yozmalardan xeli savati bor edi. Rabbimizning yo'li to'g'riliq, ma'lum darajada ta'lim olgan Apollos, Rabbimiz Ayso haqida qizg'in so'zlab ta'lim beradi. Uning ta'limi to'g'ri bo'lsa-mu, to'liq emas edi. Chunki u cho'mildirish to'g'riliq Yahyo payg'ambarning suvga cho'mildirishidanla biladi. Apollos ibodatxonada yuraklik so'zlashga boshladi. Anglayotganlardan Priskila bilan Akvila uni uyiga taklif qilib, uningga Xudoning yo'lini texmi to'liq tushuntirdi. Keyin Apollos Yunan o'lkasi bormoqchi bo'lganda, Efeslik e'tiqodchilar uningga yordamda bo'lib, Yunandagi e'tiqodchilarga xat yozib, ulardan Apollosni kutib olishni so'radi. Apollos Yunanga berib, Xudoning mehr shafqati orqali Hazreti Aysoga e'tiqod qilganlarga cho'ng yordamda bo'ldi. U jamoat oldida Yahudilar bilan munozirlashib, ularga kuchlik raddiya berdi hamda muqaddas yozmalarni asos qilib, Hazreti Aysoning qutquzguchi Masih ekanligini aniqlab berdi.